muammolarning barchasiga hoziroq yechim topamiz. Kunlik makiyajda asosiy urg'u yuz parvarishiga qaratiladi. Yuzga probiotika boy bo'lgan chuqur namlantiruvchi krem va tarkibi 50+ bo'lgan SPF'lar surish eng zarur masala hisoblanadi. Eslatib o'taman, yumshatuvchi va namlovchi kremlarni makiyaj boshlashdan 10-15 daqiqa oldin yuzga surtib qo'yish zarur. Kunduzgi va yengil makiyaj har doim issiq ranglardan foydalanishni talab qiladi. Ko'zga tushni surish texnikasi zigzag usulida bo'lib, u kiprikni qalinroq ko'rsatishga yordam beradi. Qosh bo'yoqlari esa tolaga moslangan holda yengil harakat yordamida amalga oshiriladi.